Ko'pchilik so'rovdi, qayerga borasiz deb, mana Gulzorning somsachaga keldi. Ish kiyimlarini ham oldi, ketdi. Voy, razmeri qarang, ketdi yoki razmer. Bo'ldi, zo'r qilsalar, to'ylagan Yutib qo'ymang faqat aka, bu prakat omonat bo'ldi. Kiring. Valloh hormanglar. Akam keldilar ishga. Qadrdonlar qiynab qo'ymaysizlar. Oldindan ishlagan ekanlar. Salingizni tushib olguncha ozgina shunaqa bo'lib turadi. Bosasiz. Ishni nimadan boshlayman? Mana mashib olayotganini qilaverasiz. Yonmajasiz. Sizlarda boshqacha ekan. Ochilib ketadi, kichkina. Endi navbat xamirni yoyishga. Xalq tilida o'qilolab bo'ladi, somsachilar tilida juvalar. Qanaqa juvalash kerak? Mana xamir ko'ryapsizlar. Ko'ryaptimi? Cheti yupqa bo'ladi, o'rtasi qalin bo'ladi. Tutkanda, o'shanda tegi qalin bo'lib qolmaydi, keyin o'rtasi yupqa bo'lib qolsa, somsa mazaligini sholmaydi, tashaveradi. O'shanga o'rtasi qalin bo'ladi. Voy shunaqa ham suv bo'ladimi? Bora ozgina. Saman odinga yor bo'layim, chorbog'chaga yo'l bo'layim. Saman odinga yor bo'layim. Nimalarmi? Ahmadaga charchamadingizmi? Yo'q, charchamadim. Bo'lmay, yonib ketasiz aka, suv. Charchab qolibsiz, ayt urinib qolibsiz. Joningizni qiynang. Yaxshi. Ajdalar ishlayotgan bo'lsangiz, ertaga hamma yoz olib ishga ketib tura olmaysiz lekin. Mana arzimasa yarim stavka qilib turinglar bugun. Yarim stavka. Yarim stavka, bo'ldi. Hamma yoz olib dabdala bo'lib qolasiz aka. Bugunga ekan. Yarim stavka 200 ming, bir stavka 400 ming. Somsachilar ham pul topmayotgan ekanda. Endi olim mehnati bor, ko'rdingiz-ku aka mehnati. Qo'li bilan o'ynash pul topadi. Mana men aytdim kuydirib oldim. Kuydingizmi? Narsa parcha surib olamiz. Mana. Ba'zi olamiz pulga. 4 ta somsa qo'shib beramiz. Va'da qilingan 4 ta somsa kompotda bonus bo'lib ketdi. O'zing qilgan somsa undan ham mazali bo'ladi. Madotda bismillah. O'chiraqa, adetda.